Assalomu alaykum aziz opa-singillar. Bugun sizlar bilan kurchokda birinchi darsimizni boshlaymiz. Har doim to'qishda birinchi navbatda zanjir olishni o'rganishimiz kerak. Yangi boshlovchilar uchun eng oson yo'li, o'zim ham xuddi shunaqa qilib o'rganganman. Mana ipni buklab olib, o'rtasidan aylantiramizda halqa hosil qilib olamiz. Mana bu halqaga bizga uzr kechirasizlar, mana 1-1,5 kurchokdan foydalanamiz. Mana shu halqadan orasiga kirib, qo'limizga ipni qulay qilib aylantirib olishimiz kerak, ip chiqib ketmasligi uchun. Mana kurchokni har doim kurchokni ustiga o'tkazib, keyin chiqarib olamiz. Mana ipni ichiga o'tkazib chiqarib olamiz. Kurchoklar yengil aylansa, zanjirlarimiz tekis chiqadi. Kurchokni olib aylantiramiz va o'sha halqani ichidan kirgizamiz. Kurchokni aylantiramiz, halqani ichidan kirgizamiz. Bu juda ham oson. Mana shunday qilib o'zlaringiz samostoятельно yana to'qib ko'rasizlar. Boshida tekis chiqmaydi. To'qib, yana sotib ko'rib, yana boshidan boshlab qayta to'qirsalaring, tekis bug'doychalar hosil bo'ladi. E'tiborlaring uchun rahmat. O'zlaring mustaqil to'qib ko'rib, fikrlaringizni kommentariyada qoldirishinglarni kutib qolaman.